Hello, friend. Конечно, so'xtaman, faqat effekt bilan o'tiribman hozir. Effektni olib tashlasam вообще urotman. O'shaning uchun menga o'ylanib badarka otinglar. Hayotda ko'rsanglar rahmat. Pivo ichib o'tiribman, bo'lmasa efir ochib bilmasdim. Asabim chidamaydi mana bittagi negativlarga. Ichib indamay o'tiraveraman gaplariga e'tibor qilmasdan. Savol bersa ответ bermaysizmi? Juda qo'rqizman vallan hozir qochadi hammasi. Qochsa qochsin. Toshdanmisizlar Xorazmdan, Toshkentdaman. Nega отписка qildingiz? Kimni? O'zi mani Durzemda bormidingiz? Aka, nejim bo'lib qoldingiz? Yozib o'tiring. Qachon birga ichamiz? Ibey. Xeylisi sizlar o'zlaringizda yo'q. Men birov bilan birga ichaman dedimmi hali? Men begoda birov bilan ko'rishaman dedimmi hayotda? Shu qachon ko'rishmayman, undan keyin ham подпискамni qabul qilib qo'ying. Assalomu alaykum. Yomon shirinman a. Rosa shirin qizman lekin. Ох, какие люди. Приветик. Ассаламу алейкум, Африка. Как дела? Assalom, Izzatxon, yaxshimisiz? Qabul qilmaysizmi? Borman, o'zi bormisiz? Yaxshi yuribmisiz? Sevishadigan qiz ekansiz, dey gulim. Gang. Buyoqqa girdim. O'tiramanmi? Men keldim, balo kelmasin, omin deb debida birsi. Kattasiz hozir uyda. Bu shirin qizni shirinidan bitta o'paylik. Antika gaplarni topaday bular. Siz shirin qiz, asalsiz. Yuz tiniq om kavish bo'lib yotgan. Aytma. To'shni shundan topding axir. Pivo ichishga nima bor? Nima iching? Ayt, maslahat ber, nima iching? Yorum, с тобой içip yerim kirlemeyim deb boshladi. Endi yorumini eshitmagan, u ko'p ichmadim hali. Ты очень красивая, спасибочки. Ne, internet ishlatib. Onu netganingizda bundan beri berishingiz kerak. Onam ehtiyojidan. Sim kartasini. Ehtiyoji. Ne, netmedimi? Vezirlikda menda. Berishlar ekan. Razmlerini surgan işte. Berishlar ekan u. Buni qanaqa ochadi bilmasam. Podpiska qabul qilasizmi? Padarka otgan odamni podpiskasini qabul qilaman. Bo'lmasa yo'q.
Yozib o'tirmaydi. Ilgari Ludofa qani namuncha o'zgarib ketibsan? Nimam o'zgargan? Eleştirmişler ya, ne deyam? Toshkentlarda bularni dilida Xorazmda bor. E'tibor qilmaysizlar. E'tibor qilmaysizlar hozir men ozgina avvalgi o'zgargan demanglar. O'zgarmaganman men. Shu turishim esimda ilgari yurishlaring. Kattaladihga dutiylashgan. Nima? Zaybol Daxuya yozdim, o'qing debdim birsi. Nima deb yozdingiz endi yozing. Hozir birsini liftda chiqaramandan gaplatib o'tiramayim bu yerda. Savol berib. Buni qaraka ochadi. Ochilib yotibman. Men chiqmayman. İşim bor. Ay, sizga ko'chaga chiqing yoki uchrashuvga taklif qildim, men chiqmayman, ishim bor deysiz. Tishingni och debdi. Tanidingizmi? Sen ochilmadingizmi? Bering o'zim ochaman, zaring. Tanidingizmi? Mafiya ekan, nimaga tanimayman sizni? Jinnimisiz? Sizni yaxshi taniyman-ku. Unaqa savol bermang, tanidingizmi o'zida? Assalomu alaykum. Yuvan urib o'tiribsiz. Salutin yoqib. Nechiksan? Yaxshi, rahmat. Va alaykum salom. Assalomu alaykum. Hamma ishlar joyidami axir? Albatta. Judayam joyida. Judayam. Shunchadan bego'ga qaytdim. O'sha uchun ham bego'ga qaytdim. Joyida bo'lgani uchun. Salom, yaxshimisiz? Xayrli kun. Siz netmaysizmi? Urmaysizmi? Gapni unutmang. Men o'zgarganim yo'q. Men kattasi hozir Xorazmda. Kattasi Moskvadami? Ha, Moskvadaman. Ilgari krutoy qiska. Imo qarang. Toshnya ilgarigi krutoy qiskani debdilar. Imo qarang, bular ham bilib qo'ygan mana. To'g'risini ayting. Sizlar ham bildinglar mana. Yoshib qo'yganman men. Avval biror nima desa 100 gap gapirib joyiga o'tirib qo'yardim. Hozir e'tibor ham qilmayman. Ilgarigi krutoy qiskani debdi. Goodbye.